Musiqa bolalarning his-tuyg'ularini mayinlashtiradi. Musiqiy asarlarni his etish fazilatlarini uyg'otadi. Albatta, insoniy fazilatlarni kamol toptirishda adabiyot, tarix, sport kabi sohalar bilan birgalikda nazm va musiqa katta o'rin tutadi. Musiqani his etish tabiat taassurotlari ostida tug'iladi. Qolaversa, u bog'cha va maktabdan boshlab shakllanib boradi. Musiqa insonni faqatgina nafosat jihatdan emas, balki keng ma'noda ma'naviy, axloqiy jihatdan ham chuqur tarbiyalaydi. Mana shunday ta'lim dargohlaridan biri bo'lgan Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ham yoshlarni milliy g'urur hamda yuksak insoniy fazilatlarni egallashlari, ma'naviyatli va iqtidorli hamda vatanga muhabbatli va sadoqatli bo'lishlari uchun xizmat qilib kelayotgan o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni musiqa va san'atga oshno qilishdek yuksak vazifalarni bajarib kelayotgan ta'lim dargohlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maktab 1981-yilda Olmazor tuman hokimining tegishli qarori asosida tashkil etilgan bo'lib, qariyb 42 yildan buyon yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish, ularni madaniyatli bo'lib kamol topishi, musiqiy qobiliyatini mustahkamlash va san'atga sadoqatli insonlar etib tarbiyalashdek vazifalarni amalga oshirib kelmoqda. Ushbu musiqa va san'at maktabi dastlab faqat 3 yo'nalishda fortepiano, xalq cholg'ulari va torli cholg'ularda o'z faoliyatini boshlagan. Maktabning birinchi rahbari Trifanova Larisa Grigorovna maktabni rivojlantirishda o'zining munosib hissasini qo'shgan. O'quvchilarni musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishlarini orttirishda o'z o'rni va obro'yiga ega tajribali pedagoglardan biri bo'lgan. 1987-yilda maktabni ilk marotaba 14 nafar o'quvchi tamomlagan. Maktabni rivojlantirishda taniqli kompozitorlar Ergash Shukrullayev, Sulton Anvarovlar katta hissa qo'shgan. 1981-1987 yillarda maktabning fortepiano bo'limida Gracheva Natalya Aleksandrovna, Maydannik Olga Vladimirovna, Inagamova Dilnora Akimovna, Chornaya Tatyana Vladimirovna, Kovalenko Natalya Aleksandrovna, Altinbayeva Sayyora Ismoilovna, Xayruddinova Zilya Xalikovnalar. Xalq cholg'ulari bo'limida Nig'monov Abror Rahimovich, Abdurahmonov Baxtiyor Abdurahmonovich, Hojiyeva Sayyora Aliyevna, Shukrullayev Ergash Shukrullayevich, Anvarov Sulton Anvarovichlar. Torli cholg'ular bo'limida Ahmedov Botir Sultonovich, Vakulenko Olga Aleksandrovna, Deripaskina Olga Sergeyevna, Razdumina Yuliya Konstantinovna va boshqa malakali pedagoglar dars berishgan. Ko'pgina pedagoglar 1987-yildan hozirgi kunga qadar ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Jumladan Inagamova Dilnora Akimovna, Azimov Abdushukur Abduhamidovichlar 37 yildan buyon yoshlarga musiqa sirlaridan saboq berib kelmoqdalar. Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ham musiqa san'atiga alohida e'tiborlari qaratilmoqda. Musiqa san'ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida cheksiz imkoniyatlarga egadir. San'at bilan oshno bo'lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo'ladi, deb ta'kidlab o'tganlari san'atga bo'lgan alohida e'tiborlarining namoyishidir. Maktab 2011-yil qayta ta'mirlanib, o'zbek kompozitori Hamid Rahimov nomi berilgan va u zamonaviy o'quv adabiyotlar, jihozlar, musiqa cholg'ulari bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda maktabda 15 ta yo'nalish bo'yicha o'quvchilarga ta'lim berilmoqda.
Jumladan fortepiano, o'zbek xalq cholg'ulari, estrada cholg'ulari, torli cholg'ular, urma zarbli va puflama cholg'ular, akademik xonandalik, estrada xonandaligi, an'anaviy xonandalik, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, teatr san'ati, tasviriy san'at, amaliy san'at, xoreografiya, baxshichilik san'ati. Farabiy ilmlarning kelib chiqishi to'g'risidagi asarida shunday yozadi: bu ilm shu ma'noda foydaliki, u o'z muvozanatini yo'qotgan odamni tartibga keltiradi. Mukammallikka yetmagan xalqni mukammal qiladi va muvozanatini saqlab turadi. Xususan, milliy madaniyatda musiqa yuksak tuyg'ular, zavq-shavqli g'oyalar olamini ochib beradi. Odamlarni ma'naviy jihatdan boy, sof, barkamollik darajasiga yetkazadi. 29-son musiqa va san'at maktabida o'quvchilarni ijobiy xislatlarini shakllantiradigan, ularni iqtidorini rivojlantiradigan, bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli tashkil etishga munosib hissa qo'shib kelayotgan tajribali pedagoglar faoliyat yuritadi. Toshkent shahar Olmazor tumani, Shifokorlar shaharchasi ko'chasi, 21-uy. Ushbu maktabda o'qish istagini bildirgan maktab yoshidagi o'quvchilar quyidagi manzilga murojaat qilishlari mumkin. O'qishga marhamat. Murojaat uchun telefonlar 71 214 88 16 97 705 17 33.